Tasavvur qiling, birgina noto'g'ri raqam sizga katta jarima va ortiqcha soliq yukini keltirib chiqarishi mumkin. Aynan bitta xato. Agar tushunmagan bo'lsangiz, gap mahsulot, xizmatlarning identifikatsion kodi haqida ketyapti. Biz bugun sizga aynan shu haqida gapirib beramiz. Qanday qilib 100 million so'mlik taxta 100 million so'mlik armaturaga aylanib sizga qo'shimcha xarajat olib kelishi mumkin. Bir mijozimiz aynan shunday muammo bilan murojaat qildi. U 100 million so'mlik taxta sotib olgan, lekin sotayotganda 100 million so'mlik armatura sifatida ko'rsatgan. Ya'ni taxta kirim qilingan, lekin chiqimda armatura deb noto'g'ri mexik kod bilan ko'rsatilgan. Soliq organi bu armatura qayerdan paydo bo'ldi deb so'rayapti. Chunki hujjatlarda bu armaturaning xaridi yo'q. Mijozimiz bu xato uchun tushuntirish bera olmasa, unga nisbatan 20% jarima va qo'shimcha soliqlar solinishi mumkin. Shuningdek, u xarid qilgan taxtasini qayerda saqlayotganini ham ko'rsata olmasa, undan ham 20% jarima va qo'shimcha soliqlar paydo bo'ladi. Bunday noxush holatlarga tushmaslik uchun bizning xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Biz sizning buxgalteriyangizni to'g'ri yuritamiz, barcha mexik kodlarning to'g'ri va o'z joyida qo'llanilishini ta'minlaymiz.